Ayni kunlarda yurtimizning barcha hududlarida O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligi keng nishonlanmoqda. Bu yilgi bayram tadbirlari yagona vatan, yagona xalq bo'lib, yangi hayot va kelajak yaratamiz degan ezgu g'oya asosida tashkil etilmoqda. Ana shunday ko'tarinki kayfiyat va yuksak ruhda Nurobod tumanida ham vatanimiz mustaqilligining 35 yilligiga bag'ishlangan tantanali bayram tadbiri bo'lib o'tdi. Tuman markazidagi o'yingohda tashkil etilgan tadbirda aholi, keng jamoatchilik vakillari, nuroniylar, yoshlar hamda turli sohalar faollari ishtirok etdi. Tadbir avvalida yurtimiz tinchligi, xalqimiz osoyishtaligi va farovonligi, eng ulug' va eng aziz ne'mat mustaqillikning qadri tarannum etildi. Bayramona bezatilgan maydondagi ko'tarinki muhit yurtdoshlarimizning shod-u xurramligi va vatanga bo'lgan mehr-muhabbati tantanaga alohida fayz bag'ishladi. Tantanali tadbirni Nurobod tumani hokimi Maqsud Bo'ronov ochib berdi. U o'z nutqida mustaqillik yillarida mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar, bunyodkorlik va yangilanishlar olis Nurobod tumanini ham chetlab o'tmaganini ta'kidladi. Darhaqiqat, keyingi yillarda Nurobodda ham yangi o'zgarishlar, obodonlashtirish ishlari, ijtimoiy va iqtisodiy sohalardagi yangilanishlar izchil davom etmoqda. Bugun tuman qiyofasi tobora o'zgarib, aholi uchun munosib sharoitlar yaratilmoqda. Bu ezgu ishlar zamirida avvalo xalq manfaati, inson qadri va yurt taraqqiyoti mujassam. Bugungi kunda hurmatli prezidentimiz bosh oqilona olib borilayotgan siyosatlar, islohotlar viloyatimizni, respublikamizni olis chekka hududlariga ham allaqachon yetib kelgan. Birgina mana shu yilda Nurobod tumanida 11 ta tibbiyot muassasalari investitsiya dasturi asosida mustaqilligimizning 35 yillik munosib to'yiga tuhfa sifatida aholiga foydalanishga topshirilib kelinmoqda. Men ushbu fursatdan foydalanib O'zbekiston Respublikasining barcha fuqarolarini, tibbiyot xodimlarini, Nurobod tumani ahlini chin ko'ngildan muborakbod etaman. Shundan so'ng bayram dasturi san'atkorlar va iste'dodli yoshlar chiqishlari bilan davom etdi. Tuman madaniyat bo'limi san'atkorlari, musiqa va san'at maktablari o'quvchilar tomonidan tayyorlangan rang-barang raqslar, sahnaviy chiqishlar va kuy-qo'shiqlar yig'ilganlarga ko'tarinki kayfiyat ulashdi. Ayniqsa el sevgan san'atkorlarning dillariga yaqin, vatan va istiqlolni tarannum etuvchi kuy-qo'shiqlari bayram shukuhini yanada oshirdi. Bugun vatanimizda 35 yillik mustaqillik bayram munosabati bilan barchani muborakbod etaman. Xalqning kayfiyati, odamlarning xursandchiligi, bizlarning xursandchiligimiz, mustaqilligimiz abadiy bo'lsin. Tadbir davomida maydonni to'ldirgan yurtdoshlarimizning quvonchi, bolajonlarning beg'ubor kulgusi va yoshlarning shijoati mustaqillik bayramining haqiqiy xalq sayliga aylanganini namoyon etdi. Mustaqillik bu shunchaki sana emas, u xalqimizning erkin va farovon hayotga bo'lgan intilishi, o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi, milliy qadriyatlarimiz va buyuk kelajakka ishonchimiz timsolidir. Bugun Nurobod ahli ham ana shu ulug' ne'matni qadrlab, yurtimiz taraqqiyotiga munosib hissa qo'shish, farzandlarimiz uchun yanada obod va farovon hayot barpo etish yo'lida ezgu maqsadlar sari dadil qadam tashlamoqda. Nuroboddagi mustaqillik tantanasi ana shu ezgu tuyg'ularni o'zida mujassam etgan holda xalqimizni yanada birlashtirgan, qalblarga g'urur va shukronalik tuyg'ularini baxsh etgan unutilmas bayramga aylandi.